Voy, nima Yeri bo'ldi? ketdim ha. Voy, shu Yo, qartam qarang, olgan siray. Nima bo'ldi? Yo'lda kelyapsam, egiz pashidan oyoq kiygan bir qiz qarang, bolo kishi qilib tushdi. Tova. Ey, bu jiqilib tushdi deb mushtamga qilib yuramiz. Qanday Ey, qilamiz? nemisga yo'lab qo'ymadingiz? Bir o'mdan ketayotgan odam tuyuqsiz yiqilib tushdi. Ha. Men bu tayyorlik sizdim. Keyin voy es yo'lab qo'ysam bo'pti deb pushaymon qilib qoldim. Ha. Uni yo'lash qo'y, tas emasdi, biroq shu bir qizimda gullab bir yiqilib tushganlikin shu endi qanday qilishni bilolmay donq etib turib qolibdim menda. Voy, bichara qiz, qanchalik o'sal bo'lganda? Tushundimamsiz? Ha. Bumi bo'g'ini bir hisobda yo'lamaydi Qanday? qaytib kelganam. Bu bad o qizni yo'lab qo'yib, Hı. shunda atir pura ketdik uning ustiga qizchu. Endi o'tib ketayotganimda. Furg'ondan. Bu bad o qizni yo'lab qo'yib, atir purab kirgan bo'lsam, so'rab ketib o'qiytingiz har qachon Voy, atirni yo'q, ay, unda qilmayman. Ayta. Keyinchi qarang, bunday ishlarga yo'li qoqtida boshqalarni yo'lab qo'ying, ha? Bo'ldi. Hech nima bo'lmaydi. Mening ishimga unda qo'tirib bo'lmasa. Bo'ldi, men ham shu sizga xato tushunib qolamdiki deb hamda ay, yo'lab qo'ysam bo'pti-ku, bunda to'g'ri tushundigingiz bildigan bo'lsa. Unda bir qo'lamni yo'lamdim, men ikki qo'lam bilaman. Ish qilib, niyatingiz durust bo'lsin bo'ldi. Qanday yo'lsangiz bo'laverdi. Bo'ldi. Unda olsa men bu bir qo'llab yo'lasam, darhol o'rnidan turg'izolmayman, ha. Hamma ikki qo'llab yo'lab qo'ygan buni. Hay. Ha. Men deb qo'yay-ya. Ha. Men niyatingiz durust bo'lsin. Voy, voy. Boshqalarga yordam berishni maqsad qiling, ha? Voy, bo'ldi, shu boshqalarga shu yaxshi ko'nglim bilan yordam qilaman deyapman. Xotirjam bo'ling. O'zingiz bilasiz-ku, men unda askilarni emas-ku. Voy, tan. Shundaymi? Ha, bo'pti. Shuni bilan u ikki kundan keyin yana ishdan qaytib uyga kirib, yana oyog'iga deb beribdi-ku. Voy, yana qaytib keldi. Ey, Ha? tova, qiziq ish bo'ldi desam. Ne bo'ldi? O'tgan yiqilib tushgan qiz yana oldimda ketib, yana yiqilib tushdi bugun. Tova. Yana shu qizmi? Bu nima deydigansiz endi? Yana shu qizmi? Va shu qiz. Voy, nimada to'liq yiqilavergan qizga u? Shu, men maqlamaydan qoldi. Uningga sizning oldingizga kelib yiqilish odat bo'lib qolmaganda. Voy, bu ishlarni ufmadim. Shuning bilan siz yo'lab qo'ysangiz hamda niyatingiz durust bo'lsin, yaxshilikcha dedingiz emasmi? Ha. Shuni sizdan shu degan gapingiz esimga kelib, uni ishga qo'llab yo'lab qo'ydim. Oxirida qanday bo'ldi dedim? Ha, qanday bo'ldi? Ha, ishqinglarga issiq o'tishib qanmagandi. Voy, nadikini. Ha. Shuni ona yo'lab qo'ydim. Ha. Rahmat degancha ketib qoldi. Mustala. Ketib qo'yib shuni olan ko'nglim xo'shib qoldi-da, endi bir yaxshilik qildim deb. Xo'sh bo'lsin. Uyga qaytay deb shuni olan ko'cha avtobus bekat kelib, yanchig'ini shunda tutsam qarang. Ha, nima bo'ldi? Portmonim yo'q. O'g'ri ekan.